mehmondoshimiz bilan tanishtirmoqchiman. Bilasizmi, Janubiy Koreyada 16 yil yashab, universitetni bitirib, o'sha yerda kosmetika vositalari bo'yicha, sotuvi bo'yicha ishlab va ahamiyat bering, o'zbek qizi bo'lib turib Koreyada sotuv ishlari bo'yicha birinchi o'rinni olgan va o'zbek qizi sifatida e'tirof etilib biznes jurnallarida maqolasi chop etilgan Go'zalxonni taklif qilmoqchiman. Marhamat. Sotuvni amalga oshirish bo'yicha o'zini tajribalari bilan koreyalik hamma tadbirkorlarni orqada qoldirib birinchi o'rinni egallagan qizimiz bugungi kunda o'rantiraman deya yangi Timriya brendini O'zbekistonga olib kirdilar. Marhamat. Mana qizimlarimizni chet elga yuborib, o'qitib, malaka oshirib kelganimizni mevasi. Bugungi kunda Go'zalxonni nafaqat ota-onalari, zamondoshlari sifatida men ham hurmat qildim. Chunki boshqa bir millatda, boshqa bir tilda, boshqa bir davlatda o'qish boshqa, pul ishlab topish boshqa, lekin yutuqlarga erishish bu rost ekaniga g'alaba. Tabriklayman sizni. Yuzlab do'konlarda sotiladi. 200 dan oshiq kosmetika sohasida o'z brendini yurg'izmoqchi bo'lganlarga hunarlarini o'rgatib, millioner xonimlar chiqishiga yordam berib kelyaptilar. Kim shogird tushaman, biznes o'rganaman, soha yuritaman desa, hammanglarda vizitkalari bor hozir. Assalomu alaykum, avvalambor. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hozir kunlarda hammalarimizni yuzimiz yaltirab, oqarib, ajinlarsiz bir go'zalligimizga 10 go'zallik qo'shiladigan mahsulotlardan bahramand bo'lamiz. Rahmat sizga kattakon, albatta rahmat. Bilasizmi, bu mahsulotlarning ta'rifini eshitdim. Koreyalik o'zini sevadigan xonimlarning eng sevimli mahsuloti ekan. Nima uchun eng sevimli mahsulot bizni opa-singillarimizga kelmasligi kerak deb aynan shunisini tanlab olib keldilar. Rahmat sizga kattakon. Rahmat, tanishganimizdan xursandmiz.